Alfraganus University Hospital klinikasi qad rostladi. Foydalanishga topshirilgan klinikada 50 dan ortiq professional malakali shifokorlar tomonidan 2000 dan ortiq zamonaviy tashxis va davolash xizmatlari ko'rsatiladi. Buning uchun Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Xitoy davlatlaridan zamonaviy tibbiyot diagnostika uskunalari keltirilgan bo'lib, klinikada 5 ta jarrohlik amaliyot xonasi, 50 ta statsionar o'rniga yiliga 2000 ta jarrohlik amaliyotini o'tkazish quvvatiga ega. Klinikada kardiologiya, endokrinologiya, nevrologiya, ginekologiya, narkologiya, gastroenterologiya, stomatologiya, pediatriya, terapiya, yuz jah xirurgiyasi, urologiya, reanimatsiya va ambulator va statsionar diagnostika, maslahat va davolash xizmatlari ko'rsatiladi. E'tiborlisi, mazkur tibbiyot klinikasi poytaxtimizdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri Alfraganus universiteti huzurida ochildi. Hozirda mazkur universitetning tibbiyot fakultetida 200 nafar talabalar tahsil olayotgani bo'lib, kelajakda universitetning tibbiyot fakulteti talabalari mazkur tibbiyot klinikasida amaliyot o'tash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu tariqa bu muassasa zamonaviy klinika, tashxis markazi, laboratoriyalar va universitetni o'zida birlashtirgan tibbiyot klasteriga aylanadi.